ishsiz va bekorchi insonlar qiyoslanadigan, g'azablansa xonadonlarga zarar yetkazadigan hamda uydan bola o'g'irlaydigan chorshanba xotin afsonasiga yuzlansak. Bu shunchaki afsona-yu asotirlar emas, balki jonlangan mifologiyadir. Turk afsonalarida uchraydigan chorshanba xotin o'ziga xos jodugar sifatida tasvirlanadi. U faqat chorshanba kunlari paydo bo'lib, hamma joyda juda tez harakatlanib, izg'ib yuradi. Uning palapartish, iflos va to'zg'igan sochlari darhol e'tiborni o'ziga tortadi. Anadoluning ayrim hududlarida chorshanba kechasi ish boshlansa, ishlar yurishmaydi degan e'tiqodning asosida ham ana shu maxluq chorshanba xotin turadi, deb yozadi Ahmad Burak Turon o'zining turkiy maxluqlar lug'ati tadqiqotida. Shuningdek, Anadoluning ba'zi joylarida u tugallanmagan ishlar bor uylarga kirib, ishlarni chalkashtirishiga ishoniladi. Agar chorshanba xotin g'azablansa, o'sha xonadonga zarar yetkazadi, hatto o'sha xonadon bolalarini o'g'irlab ketadi. Uning faqat chorshanba kuni paydo bo'lishi va tez-tez harakatlanishi sababi shuki, uning yurish huquqi faqat shu kun bilan cheklangan. Shu bois ham Tire, O'demish va Bayindir viloyatlarida maqsadsiz, faoliyatsiz, hech qanday ish qilmay bekor yuradigan odamlarga chorshanba xotinga o'xshab izg'ima deyshadi. Bundan tashqari, bugungi turk tilida chorshanba xotindek parishon yoki chorshanba xotindek sochlari to'zg'igan kabi iboralar ham qo'llaniladi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlang hamda Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.